Assalomu alaykum hurmatli maktab o'quvchilari yoki ularning ota-onalari. Bugungi loyiha qarasam 25-may ekan. Shunga maktab o'quvchilari uchun bir video olishni qaror qildim. Bu videoda xudo xolis sizlarga maktabdan keyingi bo'ladigan hayotinglar haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Qanaqa yo'llar turadi oldingizda, qaysi yo'lni tanlasanglar sizlar uchun yaxshiroq bo'ladi meni fikrim bo'yicha. Men otim Bekzod, men ingliz tilidan dars beraman. Maktab o'quvchilarim nisbatan kamroq, lekin asosan yosh kattalar o'qitaman-da. Universitet o'quvchilari universitetda bitirganlar bilan ishlayman. Magistraturada, doktoranturani bitirayotganlar bor. Lekin shunga qaramasdan odam yosh katta bo'lishiga qaramasdan haligacha o'zini yo'lini tanlamagan o'quvchilarim bor-da. Shularga ba'zi bir maslahatlarni berganman. Bu maslahat bera olishimga sabab men o'zim akademik litsey bitirib universitetga kira olmaganman 7 yil davomida. Va meni juda ham ko'p savollar qiynagan. Men kimman, nimaman, qayerga yurishim kerak degan savollar qiynaganda va shu savollarga javob qidirish maqsadida juda ham ko'p odamlar bilan maslahatlashganman. Juda ham ko'p. Va o'sha odamlarni gapidan qilingan xulosalar va o'zim hayotimda ko'zim bilan ko'rgan voqealar asosida sizlarga ozgina bir maslahat berib o'tmoqchiman. Avvalambor tabriklayman maktab bitirganinglar bilan. Odamni bunaqa payt ichidan o'tadigan narsa bo'ldi, men o'sha katta bo'ldim, kattalarning hayotiga sekin bir qadam bosyapman. Mendan keyin qancha o'quvchi qolib ketdi o'sha maktabda o'qishga, men bitirdim degan narsa bo'ladi. Молодцы-da, bu qanchadir shuni haqiqat. Sizlar o'sha sekin bir o'rta hayotga kelyapsizlar. Halicha bir katta hayot emas, bu bir taxminan bir 10 ta hayot. O'rta hayot. Katta hayot ma'lum kuzatuvlarim bo'yicha taxminan bir 25 lardan keyin boshlanar ekan. Uning uchun siz обязательно uylangan bo'lishingiz kerak emas. Gap uylanish, uylanmaslikda, o'zining oilasi bo'lish bo'lmasligida emas, yoki ish topmaslikda emas. Odam sekin dunyo qarashi o'zgaradigan paytlar taxminan bir 25 larga to'g'ri kelar ekan. Hozir sizni oldingizda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Men universitetga kirdimmi, ishlayman, bitta sohani o'qiyman degan savol. Bu juda ham o'rinli savol. Men maktabni bitirib qayerga o'qishga kirishni bilmaganman. Bizni paytimizda kollej bo'lardi, litseylar bo'lardi. Hammadan maslahat so'rardim, qayerga kiray, nima qilay deb. Bir kun tog'amlar bilan gaplashib, "Tog'a nima deysiz, qayerga kirsam ekan?" desam, "Qayerga kirsang ham begi ishing ustasi bo'lgin" deganlar. Agar g'isht tersang ham ishing ustasi bo'lsang, senga hamisha ish topiladi degan bir gap aytganlar-da. O'sha payt ha deb qo'yganman, gaplarni yaxshi bir mag'zimni tushunmas edim. Lekin oradan vaqt o'tib shu narsani ko'rdimki, santexniklarni misolda, bu santexniklarga bo'lgan hurmatsizlik emas, lekin oldindan, biz bir yoshligimizdan santexnik deganda kir ish qiladigan, o'zi o'ris santexniklar bo'lardi, alkashlar, mana shunaqa odamlar nazarda tutilardi. Hammasi ham bunaqa degani emas. Bizlarni tushuncha endi shunaqa bo'lib qolgandi. Va men o'zim yoshim katta bo'lib shu narsani bildimki, shunaqa santexniklar bor ekan. 3 oy, 4 oy, 5 oy oldindan zakazlari to'lib bo'lgan. Siz u santexnik servisidan foydalanishingiz uchun kerak bo'lsa 6 oy, 7 oylab kuchingiz kerak ekan. Buni men o'zi chet davlatlarda shunaqa odamlar borligini bilardim, lekin qarasam O'zbekistonda ham shunaqa odamlar bor ekan. Bu gapim bilan aytmoqchimanki, vроде бы bizga bir arzimas bo'lib tuyulishi mumkin bo'lgan bir sohani egalari shunchalik, ya'ni ustalari shunaqa zo'r professionallar, oldindan zakazlar shunchalik ko'p. Ya'ni bunaqa odamlarga hamisha talab bor degan. Men o'zim ham misolni qiladigan bo'lsam, men o'zimni bilimimni internetda ko'rsatib bera olgan odamman va shu tufayli qanaqadir bir o'quv markazlari millionlab pulni reklamaga sarflayotgan paytida bizga hech qanaqa reklamasiz ham o'quvchilar padoga katta kelgan. Bu narsa o'sha men o'zimni bir sohani ustasiligimni ko'rsatib bera olganimda. Xuddi shu o'rinda sizlarda ham hozir savol bo'lishi mumkin. Men universitetda o'qiyman yoki bir sohani egallayman degan savol. Bitta narsani bilishingiz kerakki, siz qaysi yo'ldan yurishingizdan qat'iy nazar siz o'qigan odam bo'lishingiz kerak. Siz bir sohani tanlab, oddiy bir ishchi bo'lib zavodda ishlaysizmi yoki universitetda o'qiysizmi, siz o'qigan odam bo'lishingiz kerak. O'qigan odam o'zi nima? Bizga mana постоянно aytadi, o'qi deyshadi, lekin o'qish o'zi nima? O'qishni maktab programmasini yaxshi o'qishmi, universitetda o'qish nima? O'zi bitta kitobni o'qishmi? Shu narsani nimaligini tushuntirishmaydi. O'qish deganda nazarda tutiladigan narsa bu dunyoqarashni oshirish. Dunyoqarashni oshirish har xil sohada odam ozgina-ozginadan bo'lsa ham nimadir bir bilimga ega bo'lishi. Bu politika bo'ladimi, ekonomika bo'ladimi, yoki biron bir tilni bilasizmi, yoki bir o'sha o'zingiz sohangizda boshqalar bilmaydigan, boshqa o'sha soha vakillari bilmaydigan narsaga siz aqlingiz yetadimi? Mana shu narsa odam dunyoqarashli bo'lish, odam bilimli bo'lishi. Ko'chada kimdir bilan gaplashayotganingizda o'zingizni shu saviyangizni ko'rsatib berish bilim deyiladi. Bilim olish har xil yo'llari bor.
bilim olishni eng zo'r, eng oson, eng mazza tomoni, yo'li meni fikrim bo'yicha bu aqlli odamlar bilan gaplashish. Yo atrofingizda bu kim otangizlarni ko'p narsaga aqllari yetyaptimi? Adangizlardan maslahat olish. Amakingizlar, qo'shningiz, bilmayman, qaysidir okangiz ko'chadagi shu odamlar bilan maslahatlashib, o'shalarning fikrini olish. Uzr, men telefon qilib qolish, telefonni o'chirmagan ekanman. Taksi haq kelgandim. Kimdir bilan gaplash. Kimdir bilan gaplashayotganingizda birovning gapini olishga ochiq bo'lishingiz kerak. Birovning gapini olish uchun ochiq bo'lishingiz kerak. Sizlarning o'zingizlarni ma'lum bir убеждениялар, ya'ni ma'lum bir ishonadigan narsalar, qattiq ishonadigan narsalar boshqa odam sizlarga boshqacha fikr berganda, o'sha narsani men qabul qilishim kerak degani emas. Sizlar ochiq bo'lishingiz kerak. Ochiq bo'lishni o'rganinglar. Birov gapirayotgan gapni qabul qilishni o'rganinglar. To'xta, mayli, mana shu odam gapi noto'g'ri bo'lsin, lekin nimaga asoslanib gapiryapti? Qayerdan bu xulosaga keldi? Mana mana shunaqa savollar berib, shu savollarga javob o'ylaydigan bo'lsangiz, miyangizda dunyoqarashingiz kengayib boradi. Demak, men o'ylayotgan narsani faqat bu tomoni emasdi, bu tomoni ham bor ekan deb krugozo'r ochishni boshlaydi. Bu bitta yo'l. Undan tashqari ikkinchi yo'l bu kitob o'qish. Kitob o'qish deganda любой kitob o'qisanglar bo'ladi. U ahamiyatga ega emas. Qanaqa kitoblik? U ertak kitob bo'ladi, bundan fantasy bo'ladimi, real story bo'ladimi, ahamiyatga ega emas. Kitob o'qisanglar, sizlar reflekt qilish, ya'ni o'ylashni, buni analiz qilishni, miyadagi narsalarni to'xta, nima qanaqa ekan deyishni o'rganasizlar. Undan tashqari podkast eshitsanglar bo'ladi. Podkastlar, agar til bilmaydigan bo'lsangiz, o'zbek tilidan podkastlar ko'payyapti, podkastlarni eshitinglar. Podkast eshitish yordam beradi. Asosiy to'pushni dunyo qarashni oshirish bo'yicha maslahatlar shu bo'lsa kerak. Endi universitetga boraymi, sohani tanlaymi. Shuni ko'rib chiqamiz. Avvalambor soha tanlashdan boshlasak, soha tanlayotganingizda ko'pchilik beradigan sizga maslahat, qiziqishing nima? Qiziqishingni soha qil. Ana Steve Jobs ko'p misol qilishadi. Agar sen o'zingni ishingni yaxshi ko'rsang, sen hech qachon boshqa ishlamaysan degan gapni. Yaxshi gap. Lekin agar siz qiziqishingiz nimadaligini bilsangiz, siz qiziqishingiz nimadaligini bilmasangiz-chi, ichingizda nechtalar bilasiz qiziqishingiz nimadaligini? Ko'pchiligina qiziqishingiz telefon o'ynab o'tirish. Bu narsani men bir qiziqisham deb aytolmayman-da, xafa bo'lmanglar. Qiziqishi odam o'zi topa olishi uchun odam har xil ishga boshini tiqib ko'rishi kerak. Maktabni bitirdinglar, bu yog'iga taxminan bir 10 yilcha vaqtingiz bor. O'zinglarni o'tga-bo'tga urib, bitta bir sohani topib olishingiz uchun. Bir akam aytganlar-da, men nima qilishni bilmayman desam, maslahat berganlar. Ashula aytib ko'r deganlar. Kulib o'rganman gaplarga. Nima deganingiz o'tsam, men hazillashmayapman. Sen hech ashula aytib ko'rganmisan deganlar. Yo'q desam, qayerdan bilasan ashula aytib ko'rmasang, ashula aytish sanikiligini degan savol berganlar-da. Keyin o'ylab qolganman, va haqiqatda deb. Yo'q, rasm chizib ko'r deganlar. Men aytganman, rasm chizishga hech usta emasman-da, qo'limdan kelmaydi desam, rassomlarning kursiga borganmisan, misol o'rganishga harakat qilganmisan yoki просто ham bilmayman deb tashlab qo'yganmisan deganlar. Bu gap qanchalik bir absurd tuyulmasin, o'zimda o'ylab ko'radigan bo'lsanglar, odam biron bir narsaga chuqur qiziqish bildirmagungacha odam o'ziga nima yoqish, nima yoqmasligini bilmas ekan. Shu sababdan o'zingizlarni har qayerga urib ko'rishingiz kerak. Do'konga ishga kirib ko'ringlar, balki sizlar zo'r sotuvchidirsizlar. Sizlar aytsanglar bo'ladi, men to'shna sotuvchi emasman, men kam gapman. Sizlar do'konga ishga kirib ko'ringlar. Sotuv tullarini o'rganinglar, qanaqa qilib sotsa bo'ladi, nima deyish kerak, qanaqa deyish kerak, muomalani o'rganinglar. Avtomexanik dursizlar sizlar. Hamma mashinaga qiziqmayman deb. Bitta ishlab ko'ringlar. Ko'rasizlarmi? Odam prosta menga yoqadi, yoqmaydi bilan aniqlab olmaydi. Odam o'sha ishni qilib ko'rish kerak. Lekin bu yerda bitta muhim tomoni borki, o'sha ishni qilib ko'rayotganingizda o'zingizga vaqt berasizlar. Taxminan 6 oy bu yaxshi vaqt bo'lsa kerak. 6 oy vaqt berasizlar biron bir sohani zo'r qilib egallashga harakat qilishga. Va shu 6 oy ichida jon jahdinglar bilan shu narsaga harakat qilasizlar. Addushga harakat qilasizlar. 6 oy prosta tak parajnikka bordim, keldim emasda, jon jahdinglar bilan harakat qilib ko'rasizlar shu sohani egallashga. Imkon qadar shu soha bo'yicha yangi narsani o'rganishga. Imkon qadar sotuvchimizlar sotuvinglarni kuchaytirishga harakat qilasizlar. 6 oy bosib harakat qilinglar-da, natijaga qaranglar. O'xshagan bo'lsa, xoyna-xoy shu sizlarniki. Bosinglar bu yog'iga. Men kallam bilan javob beraman. Mana degan o'qib olim bo'lgan odamdan ko'ra ertaga ko'proq baraka topasizlar. 6 oydan keyin o'xshamadimi? Boshqa sohaga o'zinglar urib ko'ringlar. Bir xil aytadi, men
maktabdan ishlashga majburman deydi. Ana uydagilarning sharoiti yo'q boshqa deydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishlayotgan ishingda shu narsani qil. Ishlayotgan sohangda jon jahding bilan harakat qilgin. Bugun 2 million otgan bo'lsa, ertaga xo'jayining kelib senga 10 million beraman, iltimos men bilan qolgin deydigan darajaga chiq. Qilsa bo'ladi bu narsani qilsa bo'ladi. Bu narsani qilsa bo'ladi. Va shunaqa odamlarni bilaman. Xo'jayini ishchisiga bog'lanib qolgan. Mana shu ishchim ketadigan bo'lsa, mendan $10,000 so'rasa, men $10,000 pul beraman mana shu ishchini olib qolish uchun deydigan bolalar bor. Sababi ishchi yorvoradi. Sizlar ham shunaqa yorvoradigandan bo'linglar. Ikkinchi yo'l universitetga kirish. Qaysi universitetga kiray, nima ish qilay deganlar. Universitet to'g'risida bitta narsani tushunishimiz kerakki, universitet bu sizlarga bilim beradigan joy emas. Sizlar agar universitetga kirib, men biron bir narsani zo'r qilib o'rganaman, zo'r qilib egallayman, universitet aynan menga yordam beradi desanglar, yo'q, adashayotgan bo'lasizlar. Universitet azgina bir boshqa narsa uchun ishlaydi. Uzr, men bir xil payt ingliz so'zli ketib qolyapti, o'zbekcha to'g'rilashga harakat qilmayman, o'shanga iltimos tushunishga harakat qilinglar. Uni maqsadi boshqa universitet. Universitet sizni armiyaga o'xshab qanaqadir bir miqdorda tarbiyalab berishga yordam beradi. Sizni majburlab o'sha kerak yoqadigan yoqmaydigan konspektlaringizni qildirishga yoki sizga yoqadigan yoqmaydigan imtihonlarga tayyorlanishga majburlaydi. Va shu majburlashcha sizni shakllantiradi. Bu yaxshi narsami, yomon narsami deyiladigan bo'lsa, bu yaxshi narsa. Agar siz ertaga yoshi shu universitetni bitirganingizdan keyin biror bir sohani egallaydigan bo'lsangiz, o'sha sohada o'zingizga yoqadigan, yoqmaydigan ishlarni ham через них хочу qilishingiz osonroq bo'ladi. Kim universitetda o'qimagan odamga qaraganda. Tushuntira oldimmi yo bittami? Va sohani tanlaydigan bo'lsak, soha tanlayotganda universitet bo'yicha men bu narsada yonmas ekanman. O'zim universitetda o'qimaganimga va juda ko'pchilikni bilaman. Mana bizning soha ingliz tili bo'lganligiga narxoz jahon tillarida o'qiydigan bolalar bor edi. 4-kursni bitirayotgan paytida ham na bir ingliz tilini biladi, na bir o'qitishga potensiali bor. Lekin kelib ustoz, men dars bermoqchiman, nima qilay, qanaqa qilay deb mendan maslahat so'raydi. Men aytaman, xafa bo'lma, lekin sendan o'qituvchi chiqmaydi. Voy nima ustoz? Chunki agar senda o'qituvchiligi yarimta bir qiziqish bo'lganda ham, sen avvalambor ingliz tilini ustida ishlagan bo'larding, ingliz tilini o'rgangan bo'larding. Agar senda o'qishga qiziqish bo'lganda, sen universitetga kirmasdan ham dars berishni boshlagan bo'larding. Chunki men o'zim 18-19 yoshimda dars berishni boshlagan odamman. Va meni o'quvchilarimga o'sha qiziqmas edi, men institutda o'qiymanmi, o'qimaymanmi? Chunki yaxshi dars berardim. O'shaning hisobiga o'quvchilarim ham bo'lardi. Bu yerda ham ishlash prinsipi bir xil. O'zingni xohish yo'q, sen ota-onang uchun mana shu ish qilsan. Ko'pchilik universitetga kirishga kirib qo'yadi-da, men aytaman, sohani o'zgartir. Gap so'zdan bilib olsa bo'ladi-da. Bir kun bittasiga aytdim, men qaradimmi, sen savdo bilan shug'ullanib ko'ring, sen savdoda yaxshisan, qayerdan bildingiz deyapti. Men aytdim, gap so'zlaringdan shunaqa odamsan desam, men ishlaganman bitta magazinda deyapti. Rasm qilardim deyapti. O'zi o'qituvchilik o'qiydi. Men aytdim, bu yig'ishtir mana, bor universitetni yig'ishtirganda soha bo'yicha ket, yorvor mana shu narsani desam, men uyimda shuncha o'qitishdi-yu. O'rtoqlar, bu shu mana bunaqa narsa. Sizlar butun umr xristian bo'lgansizlar-da. Keyin sizlarga u qarang, islom degan din bor ekan, mana shu dinni olsang to'g'ri ekan deb sizlarga isbotlab berishdi-da. Sizlar ko'rib, "Vau, haqiqatda mana shunaqa din to'g'ri din ekan." Lekin shuncha umr xristian bo'lib qo'ydim, bu yog'iga men qancha umrim qoldi, xristian bo'lib o'lib qo'ya qolay deyishdi gapda. Hech qachon kech emas. Hech qachon kech emas. Ha, o'qibsizlar, hop o'qibsizlar, ota-onanglar puli ketibdi, vaqti ketibdi, hop. Bu prosta noto'g'ri qaror bo'lgan. Hamma noto'g'ri qaror qiladi. Hammaning haqqi bor noto'g'ri qaror qilishga. Biz o'z noto'g'ri qaror qilganligimiz uchun odam bo'lib yuribmiz-ku. Hamisha to'g'ri qaror qiladigan bo'lsak, odamligimiz olmas edi o'zini. Ota-onanglar bilan gaplashinglar, shu narsani hurmatli ota-onalar, agar shu narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, shuncha pulingiz ketgan, vaqti ketgan, men tushunaman bu narsani. Men o'zim ota-onam menga qancha investitsiya qilishgan. Investitsiya har doim o'zini okupasiya qilmaydi, tim bo'li farzandni. Men o'zim ota sifatida ham shu narsaga tayyormanki, ertaga bolalarimga men usulni $1000 tikadigan bo'lsam, $100 dan 10 xil narsaga, o'shani $100 ni o'zi okupasiya qiladigan bo'lsa ham, o'sha $100 bittadan okupasiya qilgan $100 menga ertaga $1000 bo'lib qaytib keladi. Men bu narsani aytayotganim sababi, ota-onam palon pul to'lab fizikaga o'qitishganda men fizikaga Toshkentning nomer 1 o'qituvchiga borardim. Diplomatiyada dars beradigan o'qituvchi.
boshqa bolalar bir kunda 3 ta mavzuni o'tadigan bo'lsa, men bitta mavzuni 3 kunda ham o'rgana olmas edim. Meniki emas lekin ota-onam bor harakat qil, o'xshayaptimi aytaman, harakat qilyapman, hamma pul. Ota-onam o'ynab topishmagan, o'ynab kulib topishmagan, pul qiyin bo'lgan. Lekin investitsiya qilishgan o'xshamadi. Lekin investitsiya qilishgan narsaligisidan bittasi ingliz tili edi. Ingliz tili o'xshab qo'yib, Allohdan bo'lib, o'zim yo'limni topib ketdim. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Bola harakat qildi, o'xshamadi, uni sohasi emas ekan. Iltimos, hop boshqa narsaga beringlar. Chunki agar sizlar o'zingiz korоче bo'lasan, doktor bo'lasan, o'qituvchi bo'lasan deganinglar bilan bu narsaning mas'uliyati ham bor. Mas'uliyatsiz o'qituvchilarni ko'ryapmiz o'zimizdan sohada. Bizlarga kerak bo'lsa o'qituvchilarga dam berib oladigan o'qituvchilar bor-da, o'zini o'qituvchilarni berganlar. Doktorlarni ko'ryapmiz. O'zingizlar ko'radigan bo'lsangiz kerak doktorlarni ham. Hech narsa aql yetmaydigan tupoy. Tupoy doktorlar. Tupoy doktorlar. Shunaqa narsa-da. Sizlar ham farzandingiz shunaqadan bo'lib qolmasin. Potensial bilasizlar, sohasini bilasizlar, shunga beringlar. Umumiy 20 minut bo'lib qolibdi peshti. Videodan qilingan xulosa o'rtoqlar, ilmli bo'linglar, ilmga izlaninglar. Dunyo qarashinglarni oshiringlar. Aytib o'tgan kitob o'qinglar, podkast eshitinglar, odamlar bilan gaplashinglar. Va o'zingizga hurmat qiladigan, sizlar uchun jon kuydiradigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni qattiq ushlab olinglar. Hurmatli ota-onalar, agar farzandinglarni u kimlarga shogirdlikka bermoqchi bo'lsanglar, shogirdlikka berib vaziyat kutmanglar, return nima deydi? Qachon bu natija ko'rsatar ekan degan narsani unutinglar. Aytganimdek 6 oycha vaqt beringlar-da. Mana shu odamga shogirdlikka tushasan, bolam, jon vaqting bilan harakat qilgin deylar. Hurmatli o'quvchilar, sizlar ham harakatinglarni qilinglar shunga yarasha. Bitta narsani unutmanglar. Faqat Allohdan so'raysizlar. O'zingizlar yo'linglarni topdim deb o'ylaganingizlardan Allohdan so'raysizlar. Alloh yo'ldan adashtirib, xayrlisini ber. Shu narsa. Hammalarga rahmat. Bu savollar o'z kommentda yozsangiz qiziq mavzu bo'lsa, balki uni olib chiqaraman.